Yomg'irli, qorli mavsumlar oldinda endi boshlanyapti. Yomg'irda, qorda, yo'lda buksavat qilmasdan podyomlarga bemalol chiqish uchun bitta narsani o'rgatib qo'yaman sizlarga. Ya'ni shinani holati yaxshi bo'lgani bilan chetidagi protektori yopiq bo'lsa, bu suv chiqib ketmasligini beradi va siz podyomlarda, ko'p hollarda, galolyotlarda buksavat qilib qolasiz. Bu narsani yechimini olib kelib qo'yganmiz, narezka apparatni. Ya'ni tishni chekalarini ochib beramiz. Siz bemalol o'shanda yomg'irda ham, qorda ham buksavat qilmasdan shinangiz yer bilan yaxshi tishlashib yurish ehtimoli oshadi. Yuring, ichkarida ko'rsataman. Bu regrover apparatimiz, ya'ni shinaga narezka tish ochib beradi. Mana bu shinalarda do'yi posli holatini qo'yamiz. Shinani cheti tishi ochilgandan keyin bundan bemalol suv sizib chiqib ketadi va siz buksavat qilmasdan bemalol yurasiz. Bu xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Ish holatini, protsessini keyingi videolarda qo'yib boramiz.